Erkaboyev Komiljon 1988-yilda tug'ilganman. Qo'qondan, Furqat tumanidan kelganman. O'ng oyoqda kuchli og'riq bilan yetib kelgandim. Lichina va boshqa joylarda davolanganman. Foydasi bo'lmagan. Juda ko'p lichinalar oldim. Har xil doktorlar yozib bergan massaj degan, boshqa degan. Foydasi bo'lmadi. Shu yerdagi internetda ko'rib qoldim, keldim Qo'qonga. Hozir juda yaxshi. Yo'q, og'riq yo'q. Shu yerga mana keldim. Bir kunda operatsiya qilishdi. Endoskopik operatsiya juda a'lo darajada o'tdi. Pasti sezmadim hech narsani. Uxladim, turdim xolos. Zo'r o'tdi. Mana ertasi kun chiqib yurishga o'tdim. Qiynalib yurmasdan shu yerga kelishdim. Zo'r ekan operatsiya. Og'riq sezilmaydi. Vrachlarga katta rahmat, sog' bo'lsin, qo'llari dard ko'rishmasin, bundan ham rivojlanib ketsin.